Obunachim SMS yozibdilar, shirinliklaringizni ko'rib, ishtahamiz shunaqa ochilyapti, farzandlarimga tayyorlab bermoqchiman, lekin meni mikserim yo'qdi. SMSda o'qib, darrov retsept olishga tushdim. Mikserlarsiz ham tayyorlasa bo'ladigan eng mazali tort retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Idishimizga tuxum shakarni solamiz, venchikda aralashtiramiz, ustidan smetanaga sodani aralashtirib solamiz, o'simlik yog'ini solamiz, ketidan un solamiz, kakao va razrixlitsinni solib, qaynab turgan suvimizni quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizib turgan pechga solib, biskvitimizni pishirib olamiz. Sutimizni idishga quyib, gazga qo'yamiz. Sutimiz qaynaguncha shakar va tuxumni aralashtirib olamiz. Un va kraxmal solamiz. Yaxshilab aralashtirib, sutimizga solib, krem qilib olamiz. Qaynab chiqqandan so'ng olovdan olib, sariyog' solamiz, qora shokoladimizni ham solib, kremimizni yaxshilab aralashtiramiz va ustidan moloko qo'yamiz. Shunaqangi mazali shokoladli kremimiz tayyor bo'ladi. Biskvitimiz 3ga bo'lamiz. Juda ham mazali mayin biskvit bo'ladi. Xolisaling propitka qisalindan bo'ladi yoki shart emas, o'zi juda ham yumshoq bo'ladi. Bu shirinlikni tayyorlash uchun 40 minut vaqtim ketdi. Kommentariyalarda sizlarda qancha vaqt ketganini yozib qoldiringlar.